Ertaga harorat 38 darajaga ko'tarilib, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda 20-22 metr/sekundgacha kuchayib, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 18-23 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 22-27 daraja, kunduz kuni 32-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 20-25 daraja, kunduz kuni 33-38 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda 20-22 metr/sekundgacha kuchayib, chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 21-26 daraja, kunduz kuni 34-39 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 22-27 daraja, kunduz kuni 32-38 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, qisqa muddatli yomg'ir yog'ib, momaqaldiroq bo'lishi kutilmoqda. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.